Mayda detallarigacha e'tibor berilgan byudjetniy variantdagi hovlimizni bugun sizlarga video obzorini qilib beramiz. Toshkent tumani Ko'ktere Farovon mahallasida joylashgan, orientirimiz Ko'ktere bozorining orqa tomonidagi mahalla bo'lyapti. 3.1 sotix 6 ta xonadan iborat bitta katta oila yoki ikkita kichkina oila maza qilib yashasa bo'ladi. Hozir endi sizlarga uyimizni kiraverishidan boshlab video obzorini qilib beramiz. Bu yerda kiraverish paradning eshigimizda joylashgan. Bu yerda bo'lsa darvoza xonani ko'rishingiz mumkin. Bitta katta mashina bemalol sig'adi. Shunaqa chiroyli qilib leksanlarigacha qilib qo'yilgan ekan. Kirishimiz bilan o'ng tomonimizda bo'lsa hovlimiz uchun sanuzel, uni yoniga bo'lsa yozgi oshxona mo'ljallangan, kanalizatsiya suv turbalari qoldirilgan. Bu yerda bo'lsa chiroyli qilib zelenoy zona qilingan. Binoyimizda bo'lsa pishgan g'ishtdan ko'tarilgan. Uyimizning fasadi va devorlariga travertin, uni ustidan bo'lsa atachento ishlatilgan. Uyimizda gaz, svet, suv hamma sharoitlari bor. Kanalizatsiyani o'rniga bo'lsa ikkita kolodez qilingan. Uyimizning oshxonasi va sanuzellariga alohida qilingan. Kolodezlarimiz uyimizning tashqarisida joylashgan. Bu yerdan bo'lsa podvalga tushsa bo'ladi. Bitta xonamizning tegini o'zi podvaldan iborat. Binoyimizda bo'lsa mana shu chap devorimizda taxminan 1 metr qochirib keyin qurilgan. Yo'ligimizning oxirida bo'lsa uyimizning yuragi bo'lgan kotelniy sistemamiz o'rnatilgan. Binoyimizga bo'lsa ikkita kirish eshigi bor, ko'rib turganingizdek. O'ng tomondagi eshikdan kirganimizda primoy zalga, bu yerda bo'lsa asosiy kirish eshigimizda joylashgan. Hozir endi men sizlarga binoyimizning ichiga kirib, xonalarini ham ko'rsatib o'taman. Binoyimizga kirishimiz bilan koridor, hamma xonalarimizga faqat koridor orqali kiriladi. Kirishimiz bilan o'ng tomonimizda zalimiz joylashgan. Uyimizni ko'rib turganingizdek chiroyli qilib ta'mirlangan, devorlarimizga sifatli aboylar yopishtirilgan. Hamma xonalarimizda shunaqa lyustralarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu xonamizning patolog qismiga natijnoy patolog ishlatilgan. Hozir aytib o'tganimdek, bu xonamizga hovli orqali ham primoy kirsa bo'ladi. Uyimizning pol qismiga chiroyli qilib laminat, sanuzellarimizga bo'lsa kafel ishlatilgan. Binoyimizni isitish uchun to'liq iliq pol bilan birgalikda sifatli radiatorlarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bo'lsa oshxonamizda joylashgan. Mana shu oshxonamizning o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu xonamizning oynalari ham kichkina yo'liga va ham hovliga qaragan. Bu yerda bo'lsa bitta spalnyamizda joylashgan. Uyimizda ko'rib turganingizdek, yashash uchun tayyor holatda. Hamma xonalarimizga shunaqa sifatli romlar va sifatli eshiklar tayyor o'rnatilgan. Hamma xonalarimizda ko'zni charchatmaydigan yorqin ranglar ishlatilgan. Bu yerda ham shunaqa keng koridorni ko'rishingiz mumkin. Bu koridorimizdan o'ng tomonimizda spalnyamizda joylashgan. Spalnyamizning bitta ikkitasida ko'rganingizdek shunaqa fortichka qo'yilgan, havo yaxshi aylanishi uchun qilingan. Bu yerda bo'lsa общий sanuzelimiz joylashgan. Sanuzellarimizga hozir aytib o'tganimdek kafel ishlatilgan. Bu yerda bo'lsa родительская spalnyamizda joylashgan. Bu xonamizning oynalari orqa hovliga qaragan. Videomiz davomida sizlarga orqa hovlimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda ham bitta spalnyamizda joylashgan. Bu xonamizning ham oynasi kichkina orqa yo'liga qaragan. Bu xonamizning ham o'zining fortichkasi bor. Hozir aytib o'tganimdek, havo yaxshi aylanishi uchun qilingan. Bu yerda ham общий sanuzelimizda joylashgan. Bu sanuzelimizning tepasida joy egalari 1 tonnalik yonkis qilishgan ekan. Yonkis bilan birgalikda ariston ham qo'yib qo'yishgan. Nobodo suv o'chib qolgan taqdirda 1 tonna suv zapasda bo'lishi uchun qilingan, lekin suv постоянный kelar ekan. Bu yerda bo'lsa детская spalnyamizda joylashgan. Ko'rib turganingizdek, uyimizda yangi qurilgan, hali hech kim yashamagan. Bu yerda bo'lsa orqa hovlimizda joylashgan, ataylab orqa hovli qilingan, havo aylanib turishi va xonalarga yorug'lik kirishi uchun qilingan. Mana shu joyimizdan cherdakka ham chiqib ketsanglar bo'ladi. Tayyor zinalarigacha
qilib qo'yishgan ekan. Juda ham fayzli xonadon. Hozir endi sizlar bilan birgalikda mahallamizni ham ko'rib chiqamiz. Uyimizni tashqarisiga ham ko'rib turganingizdek bemalol ikkita mashina sig'adi. Atrofda maktab, bog'cha hamma sharoitlari bor. Mahallamizni ko'rib turganingizdek juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Bu uyimizni Tupik ko'chani eng oxirida joylashgan. Tupik ko'chani o'zi ko'pchilik yaxshi ko'radi. Xavfsiz va tinch bo'lganligi uchun. Uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Uyimizga yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Bu videomizni shunaqa shinamgina hovli qidirgan do'stinglarga yuborib qo'yinglar.